بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qadrli arab tili xizmatlari Miftahul Arabiya kitobimizni kelgan qismimiz ya'ni Miftahul Arabiya kitobi qismi qiroa va kitaba qismidan aynan 6-vaqtimizga keldik. Mana mavzuyimiz esa al-ba'il mutajawwilu ayyama zamanin. Zamon kunlarida sayyor savdogarlar. Ya'ni turli xil zamonlarda har xil savdogarlarni ko'rib chiqadi. Lug'atlarimiz, ya'ni mufradotlar: bidoatun tovar, fatratun davr, sunduqun sandiq, yunadi nido qilmoq, nido qiladi, yadfa'u to'laydi, yahmilu ko'taradi, yahduru hozir bo'ladi, yabi'u sotadi, yashtari sotib oladi, yahtaju ehtiyoj sezadi, yajtami'u jamlanadi. Al-ba'iul javval sayyoh savdogar, ya'ni sayyor savdogar. Doribatu daxlin, daxl deb turib o'sha daromadga aytiladi, doriba esa soliq, daromad solig'i. Savtun alin degani esa baland ovoz. Matnimiz: fi yawmin min al-ayyami tajawwaltu ma'a jaddi fil ahya'i al-qadimati li madinati Dimashq. Kunlardan bir kunida bobom bilan birgalikda Dimashq shahrini qadimiy mahallalarini aylandik. Aylandim. Fashahadna ba'd al-ba'ati al-mutajawwilin. Ba'zi bir ya'ni Bag'dodga bir deb tarjima qilsak chiroyli chiqadi. O'sha sayyor savdogarlardan birini ko'rib qoldik. فأخبرني جدي عن البائع الجوال في زمنه وقال لي في فترة الخمسينات والستينات كان البائع المتجول يضع بضاعته في صندوقين من الخشب على ظهر الحمار ثم ظهر البائع المتجول الذي يحمل حقيبة قديمة على كتفه ويتجول بين الأحياء والقرى والبوادي وهو يحمل بضاعته. Bidoatahu deb mana bitta to'g'ri kelgan mana. Aytadilarki, fa axbaroni, bobom menga xabar berdilar o'zlarining zamonlaridagi sayyor savdogarlar haqida. Va aytadilarki, xomsinat deb turib 50-yillarda aytadi. Sittinat deb turib 60-yillar. Mana shu 60-50-yillar orasida mana shunday sayyor savdogarlar o'zlarining tovarlarini ikkita sandiqqa qo'yishardi. U ikkita sandiq nimadan tayyorlangan? Yog'ochdan, xoshabdan. Qayerga qo'yishardi? O'sha sandiqlarni eshakni orqasiga yuklashardi. Keyinchalik esa o'zini qadimiy bo'lgan sandig'ini, osoro atiqa, antikvar bo'lgan sandig'ini, ya'ni chamadonni yelkasiga ko'tarib oladigan savdogarlar, sayyor savdogarlar chiqdi. Va ular nima qilardi desa, mahallalar, qishloqlar, badiyatini ko'pligiga sahrolarni kezardi. Vaholanki yelkasida esa o'zlarining tovarlarini ko'tarib olishadi. أجمل الأوقات في الحي عندما يسمع أهالي الحي صوت البائع المتجول ينادي بصوت عال لتعريف بضاعته. Mahalladagi eng go'zal davrlardan biri mana shu mahallaning aholisi mutajavvil, ya'ni sayyor savdogarning o'zini bidoatihi, o'zini tovarlarini tanishtirish uchun baland ovoz bilan nido qilayotganini eshitgan payti bu eng go'zal vaqtlar edi. Hozir ham eng go'zal vaqt. والكل ينادي عليه ليحضر عنده أو أمام بيته. Mahalla aholisini har biri nido qiladiki, shoyatki nido qiladi. Nima uchun nido qiladi? O'sha mutajavvil sayyor savdogarlarni o'zlarining huzurlarida yoki bo'lmasa uylarining yonida to'xtashligi. ويركض الأطفال فرحين عندما يشاهدونه. Endi ayollar aholi shunaqa chaqirib to'xtatardi. Bolalar esa ularga xursand holatda yugurishardi. Qachonki bu sayyor savdogarni ko'rganlar. ويجتمعون حوله لشراء الحلوى ولمشاهدة الملابس والأشياء التي يحملها. Endi uni atrofida jamlanishardi.
sayyor savdogarni oldida, o'sha aravasini oldida nima uchun jamlanishardi? Shirinlik sotib olish uchun yoki bo'lmasa kiyimlarini ko'rmoqlik uchun yoki bo'lmasa o'sha ko'tarib olgan narsalarini obzor qilmoqlik uchun, ya'ni obzor deganda ko'zdan kechirmoqlik uchun. وكذلك تترك النساء أعمالهن لمشاهدة البضاعة الجديدة التي أحضرها. Va shunday bo'lardiki, ayollar ham o'zlarining ishlarini tashlardilar. Nima uchun tashlardilar? Yangi, ya'ni o'sha sayyor savdogar ularni hozir qilgan yangi tovarlarni ko'zdan kechirmoqligi, kiyib ko'rmoqlik deymizmi yoki bo'lmasa ta'mini ko'rmoqligi uchunmi o'zlarining ishlarini tashlardi. Ahyon-ahyonda kelganligi uchun hamma shunga shoshilardi. في المعد كان هناك باعة متجولون يبيعون بوظة وينادون عليها بأصواتهم. Qadim zamonlarda demagan, o'tgan zamonlarda bu yerda sayyor savdogarlar bo'lardi, pivo sotuvchi, bo'za deb pivoga aytiladi. Va o'sha pivoga baqirardi, kelib qo'yinglar pivo bor deganday misol uchun. وهناك باعة لشعر البنات ينادون بها شعر البنات يا بنات. Bu yerda yana qizlarni sochish uchun ham savdogarlar bo'lardi. Hozirgi lo'llarimiz bor, idishga almashtirib ketishadi. Lekin inson a'zolari mo'tabar bo'lganligi uchun uni sotish mumkin emas. Ko'milish kerak. Qizlarni sochlariga nido qilishardi va aytishardiki, o'sha chigal soch deb, qizlarjonlar chigal sochlar olamiz deb. وهناك باعة للبليلة والفول ينادون عليها بليلة جرب وذوق شو طيبة وذكية يا بليلة. Balila deb turib, mana bu nohotli, ya'ni nohotli deganimni. Makka jo'xorini idish donachalari bo'ladi-yu, urug'lari. O'shalardan qilinadigan shirinlik deymizmi? Keyin ful deb turib loviyani aytamiz. O'shanaqa savdogarlar bo'lardi, sotuvchilar. Baqirishardi. Balila keldi. Tajriba qilib ko'ringlar, ta'mini ko'ringlar. Vazuq, o'sha tatib ko'ringlar. Shu toybatin va zakatin ya balila. Qanchalar ham, bunchalar ham mazali, bunchalar ham yaxshi narsa bu balila. Va yalla ya ful billaymun. Yalla ful billaymun deb baqirishadi. Ya'ni loviya keldi, loviya, limonli loviya. وكان بعض طلاب المدارس يبيعون العلكة والسمية أثناء العطلة الصيفية. Va shunday talabalar ham bo'lardi. Talabalarni ba'zilari, maktab bolalari, saqich sotishardi yoki bo'lmasa kunjut sotishardi. Qachon desa, o'zlarini yozgi ta'tillarini mobaynida. البائع المتجول لا يدفع إيجار دكان ولا يدفع ضريبة دخل ولا يدفع فواتير كهرباء أو هاتف أو ماء. هو يحتاج فقط عربة وحصانا أو بغلا وأحيانا سيارة مع سماعة ينادي على بضاعته. Mana shu sayyor savdogarlar do'konni ijarasiga ham pul to'lamaydi yoki bo'lmasa daromad solig'ini ham to'lamaydi yoki bo'lmasa elektr uchun, telefon uchun yoki suv uchun ham hisoblarini qoplamaydi. U faqatgina bitta arava yoki ot yoki bo'lmasa xachirga muhtoj bo'ladi. Ba'zida esa mana shu tovarlarni e'lon qiluvchi samaatun baland ovozni balandlatishga aytiladi, mikrofon misol uchun. Mikrofon bilan jihozlangan mashinalarga ehtiyoj sezadi. Keyin pastda avtomat keltiryapti. Allohu a'lam bis-savob.